turgan endi aytilsak barcha istaklari tilaklar niyati Alloh dargohida ijobat bo'lsin. Umringiz ziyoda bo'lsin, yo'lovni yoshina kirgaysiz. Yuz bilan yuzlashib, qarilikning gashtini, keksalikning saodatini, hozirlikni baxtini ko'rgaysiz. Bu yerda ma'lum bir sabablarga ko'ra ishtirok qilib bilmay turgan olisdagi yaqinlari nomidan, sinfdosh yigitlarni, sinfdosh qizlarni nomidan chin qalbdan tabriklaymiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Xudo umrin bersa, yashayversa to'q. Aytgina kimning 100 yil yashagisi yo'q. Lek ko'ngil tubida yuz ochar bir cho'p, bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Qafasga sig'maydi orzular pishi, joningni chinchilar ro'zg'or tashvishi. Ayt, hayot topgaymi bu dunyo ishi, bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Dasturxon to'ldirma, topganingni qo'y. Mayli qadah tutma, diydoriga to'y. Ostonangdan xatlab ko'rsatganda bo'y, bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Kimdir gul uchun, kim pul uchun yashar. Quyosh ko'kda kuyib nur uchun yashar. Chin do'st diydor to'kkan dur uchun yashar. Bir kunda bir soat do'st uchun yasha. Kim ma'qul vaqtlarni ayamasdan diydori oshno bilib qadam ranjlagan do'st berolar. Xush kelibsizlar. Ahli inoqlikka, bag'ri budunlikka, do'stlik qadrlollikka ko'zlaymasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bu tarafda mana Mehri daryo qalbi mo'minlarimiz, onajonlarimiz ulug'lar, onajonlarimiz umrlari ziyoda bo'lsin. Shoirlarning bir so'zi bor. Kimdir yashar otasiz, kimlar yasa xoriqlar. Otang bormi, shukr qil, ular yo'qdan bor qilar. Kimlar ona poyiga gul to'shakdir xalqonda. Kimlar onasiz olib yig'lab yurar armonda deydi. Vaqtimizda otajonlarimiz, onajonlarimiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Endi taqdir yozuvda oldida shohi girohlarni olarmiz. Kimlar o'tmoqdalar, bir kun o'tsin. O'tamiz, Alloh hammamizni yechindan buyursin. O'tganlarimiz Alloh o'zi rahmat va mag'firat aylasin. Hayotlarini, hozirlarini, umrlarini ziyoda aylasin. Onajonlar kelinglar, katobasidan turgan inson qilinglar. Ustoz kelinglar, boshqa qarasiz. Xo'p. Tezdan tayyorlab turamiz, hozir kelasizlar. Tabrik bo'ladi. Ustoz kelinglar. Ustoz tabriklaymiz.